Bugun bir jannat bog'lariga kirib o'taylik inshaalloh. Alloh subhanahu va taolo Naba surasining oxirgi oyatlarida bugun mana asrda ham o'qildi. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atroba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kizzaba. Alloh taolo bizga marhamat qiladiki, albatta taqvodorlar uchun, Allohdan qo'rqib yashaganlar uchun qiyomatda va bu dunyoda ham g'oliblik bordir. G'oliblikni Alloh taqvodor kishilarga muyassar qildi. Taqvodor bo'lishlik uchun odam Ibn Kasir rahmatullohi alayh o'zlarining tafsirlarida Alif Lam Mimning bosh qismida Hudallil muttaqin degan, ya'ni taqvodorlarga bu Qur'oni Karim hidoyatdir degan oyatda marhamat qiladilarki, taqvo deganda ulamolar shubhaga tushib qolishdan ehtiyot bo'lishlikni taqvo deydilar. Shubhadan uzoq bo'lsa taqvoga yaqinlashgan bo'ladi. Chunki kim agar taqvoga yaqinlashsa, Alloh unga muallim bo'ladi. Baqara surasining oxirgi oyatlarida Astagfirullah vattaqulloh va yuallimukumulloh dedi. Allohdan taqvo qilinglar, qo'rqinglar. Vaholanki Alloh sizlarga ustoz bo'lgan holatda dedi. Kim taqvodorlik bilan mashg'ul bo'lsa, o'zi taqvoga qarab harakat qilsa, Alloh unga ustoz bo'ladi. Alloh ustoz bo'lsa kifoya qilmaydimi? Dunyodagi ulug' ustozlarga odamlar shogird tushishlikka harakat qiladi. Ustozlarning ustozi bo'lgan Alloh taqvodor bo'lgan shaxsga ustoz bo'ladi. Innalil muttaqina mafaza. Taqvodor kishilar uchun qiyomat kunida g'oliblik bordir. Haqiqiy g'oliblik qiyomatda do'zaxdan uzoqlashsa, jannatga kirgizilinsa, mana bu odam haqiqiy g'olibdir. Dunyoda g'oliblar juda ko'p. Futbol borasida yoki boks boshqa bolalarda ham qattiq jonini fido qilib yuboradi, g'oliblardan bo'lay deb. Birodarlar, bu dunyo o'tkinchi narsa. Har birimiz dunyoda Alloh maqtagan g'oliblikka qarab jonimizni fido qilaylik. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa va a'naba. Taqvodor kishilar uchun g'oliblik bor. Qiyomatda hadoiq, ya'ni bog'roqlar bo'ladi. Qiyomat kunida bog'roqda yashaydi bu odam. Hadoiq degani hadiqa, atroflari ochiq bo'lgan bog'roqni aytadi. Jannat deb atrofi bekilgan bog'ni aytadi. Jannatga kirishlikni mana hamma mu'min kishi umid qiladi. Agar jannatga kiradigan bo'lsa, jannatning atroflari yopiq. Kofirlarga jannatni ko'rishlik ham nasib qilmaydi. Shunchalik kofirlar xorizor bo'ladi. Ammo Alloh taolo marhamat qilyaptiki, jannatlar ichida, ya'ni atroflari o'ralgan keng jannatlar ichida atroflari o'ralmagan katta bog'roqlar bor. Hadaiq va anaba va uzumzorlar bor. Uzumzor deganda arab diyorlarida uzumni qanchalik qadr qiymati baland ekanligini biladi. Mana umraga borganlar ham yoki hajga borganlar ham bilib kelyaptiki, uzum juda ham qiymatli narsadir. Alloh subhanahu va taolo odamlarga qiymatli bo'lgan narsa haqida xabar berdi. Bog'roqlar va uzumzorlar bor. Va kawa'iba atroba va koiba qizlar bor. Koiba degani arab tilida endi ko'kraklari ko'tarilib kelayotgan, erkak hidini olgan, balog'atga yetgan qizni koiba deydi. Alloh subhanahu va taolo qiyomatda mu'minlarga mana shunday koiba hurlarni tayyorlab qo'ygan.
Atrofa bu koiba hurlar bir-birlariga dugona bo'lishadilar. Dugona bo'lib yashaydi. Alloh ularga koiba qizlardan ko'p uylantirib qo'ysa, to'polon qilmaydi. Agar kimniki huzurda ikkita ayoli bo'lsa, to'polonni qilib yursa, u bu dunyoda yashagisi ham kelmay qoladi. Ammo bir-biriga dugona bo'lib yashasa, katta baxtga erishadi. Alloh subhanahu va taolo koiba qizlarni jannatda mu'min kishilarga nikohlab beradi. Kavaiba tafsirida keltiriladiki, osmonga bir bulut chiqadi. Bulut sizlarga yog'aymi deb aytadi. Bulut chiqsa hamma odam yomg'irni tasavvur qilib turadi. Yog'ib yuboradi, yog'sa koiba qizlar yog'adi dedi. İnsonning aqlidan yuqori darajada Alloh taolo mu'minlarni mukofotladi. Yomg'irdan, ya'ni bulutdan koiba qizlar yog'adi. Hech aqlingizga, tasavvuringizga keltirganmisiz? Xuddiki do'zax ahliga suv so'rashgan paytida osmonga qizil bulut keladi. Ular hammasi suvni umid qilib turgan paytida do'zaxda suv yo'q. Qattiq issiqlik. Alloh saqlasin har birimizni do'zaxga tushishlikdan. Shunda hamma odam endi yomg'ir yog'adi deb kutib turadi. Ustiga chayon yog'adi dedi tafsirlarda. Chayon yog'adi. Har bitta chayonning kattaligi xachir kabi bo'ladi dedi. Xachir eshakdan kattaroq, otdan kichikroq hayvonni xachir deyiladi. Otni eshakka urchitsa yoki eshakni otga urchitsa xachir tug'adi. Kattaligi xachirday bo'lgan chayon yog'adi ustiga. Faraz qiling, odamning ustiga chayon yog'sa-ya, bu chayonlar do'zax ahlini bir chaqqan paytida 1000 yilga qaynatib yuboradi jasadini dedilar. 1000 yilga. 1000 yil o'ziga kela olmay yotadi. 1000 yildan keyin yana o'ziga kelib, yana iloji yo'q qattiq suvsagan Allohdan suv so'raydi. Allohni inkor qilib yurgan odamlar qiyomat kunida faqat Allohgagina muhtoj bo'lib qolganligini his qiladi. Keyin osmonga qora bulut chiqadi. Do'zax ahli aytadiki, avvalgisi qizil bulut edi. Unda azob bor edi. Endi qora bulut keldi. Bunda rohat bo'ladi deb o'ylaydilar. Qora bulut ustiga ilon yog'adi. Ilonning kattaligi tuyaning bo'ynidek keladigan semiz katta ilonlardan bo'ladi. Odamning ustiga ilon yog'sa-ya, ilon odamni bir chaqqan paytida badanida zahri 1000 yilga ta'sir qiladi. Badanini qaynatib yuboradi. Faraz qilaylik, odamning badani qaynab ketsa-ya. Kofirlar bu dunyoda bir qultum oxirgi o'limidan oldin ichgan bir qultum suvi, ana shu suv ularga ne'mati, Allohning ne'mati tugaydi. O'ladi. Qabrda ham unga ovqat yo'q, suv yo'q. Qabrdan bosh ko'targanda ham suv yo'q. Mahsharga jamlanganda ham suv yo'q. Do'zaxga uloqtirilib yuborilganda ham suv so'rashsalar, ana shunday azob beriladi. 1000 yil yana jasadida qaynab ketadi. 1000 yildan keyin yana o'ziga keladi. Yana Allohdan iloji yo'q suv so'raydi. Demak, kofirlar birinchi bo'lib 1000 yil Allohdan duo qilib suv so'raydi. 1000 yildan keyin qizil bulut jo'natadi. Qizil bulut chayon yog'ib, yana 1000 yil jasadini qaynatib yuboradi. Undan so'ng qora bulut keladi, ilon yog'adi, yana 1000 yil jasadini qaynatadi. 3000 yil do'zaxda shunday suv so'rab azoblanadi. Yana iloji yo'q suv so'ragan paytida Alloh taolo aytadiki, astagfirullah, qalaqsa'u fiha va la tukallimun. Do'zaxda jim turinglar, menga qaytib gapirmanglar dedi. Odamlar baribir iltijo qilgisi keladi. Do'zax ahli
iltijo qilaman desa, itga o'xshab hurib qoladi. İltijo qila olmaydi. Jannat ahli, jannatda ularga ham bulut keladi. Bu bulutlar ustilariga koiba qizlarni yog'diradi. Kimlarga? Taqvodor bo'lgan kishilarga. Birodarlar, bu hayot bizga o'tkinchi. Ana shu o'tkinchi dunyoda biz taqvoni qo'lga kiritishlikka harakat qilaylik. Chunki taqvo bu dunyoni ham obod qiladi, oxiratni ham obod qiladi. Atroba yoshi teng bo'ladi bir-birini. Koiba qizlarni bir-biriga yoshi teng bo'ladi. Hadaiqa va anaba va kawaiba va atroba va ka'san dihaqa. Kosalarda sharoblar quyilib turadi. Bu dunyodagi sharob, aroq odamni boshini aylantiradi, bovlini ko'paytiradi, aqlini oladi. Jannatdagi sharob ichgan sari jasadga rohat beradi. Birodarlar, Alloh jannatdagi sharobni bizga maqtadi, dunyodagi aroqni yomonladi. Allohki yomonlasa bir narsani holiga voy. Allohki bir narsani maqtasa, u bandaga katta ne'mat bo'ladi. Kawaiba atroba va ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan va la kizzaba. Jannatda odamlar ortiqcha gaplarni eshitmaydi. Gapirmaydi emas, eshitmaydi ham. Gapirishning narida tursin hali. Alloh shunchalik hurmat qiladiki, la yasma'una fiha lagwan, lag'u gaplarni eshitmaydi, vala kizzaba, yolg'on gaplarni ham eshitmaydi. İnsanlar bu dunyoda dunyo yolg'onchi dunyo deyiladi. Qiyomat esa, jannat esa odamlarga yolg'on nima ekanligi esdan chiqariladi. Ortiqcha gaplarni ham eshitmaydi deyapti Alloh. Ortiqcha gap, keraksiz gap bu dunyoda ham o'rni yo'q, oxiratda ham o'rni yo'q. Yolg'onni-ku eshitmaydi. Yolg'onni gapirmaydi ham, eshitmaydi ham. Jazaa'an min robbika ato'an hisaba. Bu narsalar Robbingiz tomonidan mukofotdir. Ato'an hisaba, hisob-kitob qilib berilgan mukofotlardir. Birodarlar, bu dunyodan biz o'tib ketamiz. Kim ustun bo'ldiki bu dunyoga biz ustun bo'la olsak? Hech kim ustun bo'lmadi. Ammo oxiratda hisob-kitob qoladi. Bu dunyoga kelib, tug'ilib, xursand bo'lgan chaqaloqning ota-onasi bir kun shu chaqaloq bu dunyodan ko'z yumadi. Odamlar bu dunyoga mehmon. Xohlasa Allohga iymon keltirib, taqvo hosil qilsin, xohlasa kufr amalni qilib ketaversin. Alloh taolo faman sha'a falyakfur va man sha'a falyu'min va man sha'a falyakfur dedi. Xohlagan odam mu'min bo'lsin, xohlagan odam kofir bo'lsin. Kofirlarga biz devorlarni o't bilan o'ralgan jahannamni tayyorlab qo'yibmiz dedi. Bu dunyo hammamizga ozgina o'tkinchi dunyo. Mana yoshimiz ulug' kishilar ham bor. Kechagina 10 yashar edi, 8 yashar edi. 10 tomon chap tomonga qaraguniga qadar 80-90 ga kirib turibdi. Hozir ham 10 yashar, 8 yashar bolalar 10 tomon chap tomoniga qaraguniga qadar bu dunyodan ko'z yumish ahvolga tushib qoladilar. Shuning uchun hammamiz bu dunyoda dunyo mehmonimiz. Allohga taqvo bilan o'taylik. Taqvodorlargaki Alloh katta mukofotlarni tayyorlab qo'ygan. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin va sallallohu ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in.